Men Ro'zibay Siroj, Inlight akademiyasining 391-guruh talabasiman. Buxgalteriyani tanlashimga sabab qiziqishim yaxshi bo'lgan. Hech vaqtimdan daromad kasb bo'lganligi uchun ham shuni o'qituvchilari mukammal bo'lganligi uchun shuni tanlagan. Eng qiyin darslar menimcha shu soliqlarda bo'lgan deb o'ylayman. Darslarim shu soliq darsida tushunmovchilik o'zimda bo'lgani uchun sal o'zimga qiyinroq bo'lgan. Avvalgiga nisbatan o'zimda malakam oshgan deb o'ylayman. Buxgalteriya bo'yicha maslahat har kimga o'zining kasbi yoki buxgalter bo'lishidan oldin ko'pincha shu ustoz bilan birga ishlashni maslahat beraman. Yo'q, qarshilik bo'lmagan, oilamlar menga qarshilik bildirmagan. Aksincha shu o'z ustingda ishlashimga, o'z ustimda harakat etishimga yordam berishgan. Ota-onamga rahmat, meni shu qo'llab-quvvatlab yordam berib shu o'qitib oilaviy budjet taraflamam. O'qituvchilara akademiyaga keladigan bo'lsak, bu yerda o'qituvchilar o'zini ustida ham bolalarga, o'quvchilarga nisbatan yaxshi o'qitadilar. Hamma shuni tavsiya beraman.